Xo'p, Instagram akkauntingiz blok bo'ldi, siz qancha harakat qilyapsiz, ocha olmayapsiz va YouTube'da qidirdingiz, Instagram akkauntni blokdan ochish degan videoni qidirdingiz va mana shu video chiqdi. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Siz Location botimizning shaxsiy YouTube kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan men Farzonbek Amorslay bo'laman va bugun sizlar bilan qisman akkauntlarni blokdan ochish yo'lini emas, ya'ni Location botimizda biz xuddi shu xizmatni joylashtirganmiz, shu xizmatlarni sizlarga ko'rsataman va sizlar bemalol undan keyingi masalani ko'rsangiz bo'ladi. Shuning uchun kanalga siz obuna bo'lib qo'yinglar. Vaqtni, gapni ko'p cho'zmayman, shuning uchun tezroq akkauntlarni ochish kerak. Bizning maqsadimiz shu. Ketdi. Xo'p do'stlar, Telegramga kiramiz. Mana shu Location bot deb yozamiz yoki videoni pastda ham bo'ladi, yo mana shu Location botimiz YouTube kanalini shapkasida ham bo'ladi. Xo'p, birinchi navbatda kiramiz. Hozir obloshkani qo'yib, temani qo'yib, reklama qilyapti deb o'ylanglar, oxirgacha ko'ringlar, oxirgacha. Botimizga kirgandan keyin start bosaman, mana start bosdim. Past mana qo'shimcha xizmatlar degan joy turibdi. Qo'shimcha xizmatlarni bosamiz va Instagram uchun galeriyaga olish, Insta akkauntni blokdan ochish imminiyasiga kerak bo'ladigan joyi va Insta jalvalaridan qutulish. Ya'ni storiesga jalva tashlaydi odamlar, statusda petichkalar unda o'tiradi, o'shalarni olib tashlash xizmatlari ham bor. YouTube akkauntni optimalga chiqarish, ya'ni YouTube kanal ochish, YouTube'da pul ko'p, baribir YouTube kanal ochishga hamma urinyapti. YouTube kanal sizlarga ochib berishadi. Bunda avtomat sizga bo'lmaydi, hamma narsa to'g'ridan-to'g'ri admin orqali hal bo'ladi. Xo'p. Keyin YouTube jalvalardan qutulish, ya'ni YouTube'da misol bironta misol shu videoda ketayotgan fon muzika YouTube'ni qonunlarini buzsa, videoingiz va akkauntingiz tartib bilan udalib bo'lishi mumkin. Shuning uchun buni ham strategiyalari va ko'p maslahatlar berib boriladi. Bu maslahat lekin xizmat pullik. Xo'p, birinchi navbatda galeriyaga olish, internet ishlamayapti-yu. Bo'ldi. Xo'p, galeriyaga hamma narxlar turibdi va Instagramda 1 oylikdan tashqari uzoq muddatli galeriyaga mavjud emas. Bu nima degani? Mana misol mana oddiy shaxsiy akkaunt uchun web 120 ming so'm olib berish xizmati. Biznes standart 200 ming so'm, Business Plus 580, mana shu narxlar qo'yilgan. Bu faqat 1 oylik va misol 120 ming so'mlikda 10 ta petichka bo'lsa, Instagram faqat 2 donasi yoqilgan bo'ladi. Business Max'da 4 million 500 mingga galeriyaga oladigan bo'lsa, endi hech kim olmaydi. Endi oladigan bo'lsangiz endi transfer pulingiz ko'payib ketib. Hamma yonigan bo'ladi. Shu даже Instagram rahbari bilan to'g'ridan-to'g'ri gaplashib olsangiz bo'ladi. Xo'p, endi bir ochiq oydan aytganda, chunki u narxda Instagram akkaunt galeriya sotib bay demaydi hech qachon. Xo'p, YouTube akkauntni blokdan ochish. Xo'p, bu yerda hammasi to'lov va to'lov oldindan bo'lmaydi hech qachon. Mana adminga, mana pastda adminga murojaat degan joyini bo'lsa, admin ichiga kirasiz, adminga yozasiz, aka shunaqa bo'lyapti. Siz bo'ldi, admin sizga akkauntingizni ochib berganidan keyingina 300 ming so'm pul so'raydi. Agar 300 mingni bermasangiz, akkauntga ham kira olmaysiz, chunki biz o'sha mehnat qilganmiz, shuning uchun akkauntga ham kira olmaysiz. Biz polni hammasini misol parollarni yangilab, algoritmni to'g'rilab qo'yamiz va siz to'lov qilganingizdan keyin tashlashda beramiz. Akkauntingiz polisiga beramiz, bizda chiqib ketamiz. Bizga u million obunachisi bo'lmaydimi, qiziq emas. Soqqa va mijozlarni hurmati. Va mana hammasi bular hammasi вообще yani nima admin orqali hal bo'ladi. Hozir juda ham tez gapiryapman. Bizda Instagram hozircha bizda mana xo'p o'rda videolar ozgina kam bo'ldi va mana shu narsalar bilan biz mashg'ul edik. Ya'ni mana shu xizmatlarni qo'shdik Telegram botimizga, mana shu qo'shimcha xizmatlarga kirasiz va mana shu xizmatlarni ko'rsangiz bo'ladi. Videoingizga manfaatli bo'lsa, sразу Telegramga o'ting va o'zingiz hech qachon harakat qilib ko'rmang. 1000 videolar, 1000 ekspertlar video ko'rsatsa ham, men o'zim akkauntimni blokdan ochaman, unaqa deb harakat qilib ko'rmang. Umuman baribir qila olmaysiz. Просто chayib qolganingiz qoladi xolos. Shuning uchun adminlarga murojaat qiling. Arzonroqda misol boshqalar 5 million, 6 millionga ochayotgan paytda biz shunchaki arzonga ochib berayotgan narsalarni qo'shib qo'yganmiz. Hammaga omad. Upload kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Go.